5 yoshida uning otasi vafot etdi. 16 yoshida maktabda majburan to'xtatdi. 18 yoshida u uylandi. Oradan 1 yil o'tib, qiz farzandli bo'ldi. 20 yoshida u muvaffaqiyatsizligi sababli ayoli u bilan ajrashdi. Yillar davomida u juda ko'p joylarda past maoshga ham ishlab yurdi. Axiri $105 bilan u nafaqaga chiqdi. Qiyinchiliklarga chidamay qolgan qariya o'z joniga qasd qilmoqchi bo'ldi. Daryo oldiga bordi va o'zini suvga tashlamoqchi bo'ldi. Lekin u bexosdan shuni o'yladiki, u boshqalardan ko'ra yaxshiroq qiladigan ishi, ya'ni mazali taom pishirish edi. So'ngra $87 evaziga do'kondan tovuq sotib olib, uni o'z retsepti bo'yicha tayyorladi va o'z pishirgan taomini eshikma-eshik yurib qo'shnilarga sotdi. Bu inson Harland Sanders edi, KFC asoschisi. Hech qachon kech bo'ldi deb o'ylamang, chunki tirik ekansiz, demak sizda eng katta shans bor.